mato bo'yicha kuchli mutaxassislar tomonidan sifatliligi, qulayligi, chidamliligi ham havo o'tkazuvchanligi bo'yicha tan olingan Koreya matosidan ishlangan Magnato Bearing chexoli. Bu chexolda e'tibor beradigan 3 ta fishka joylari bor. Birinchisi, bundagi bar qo'yiladigan joyida koja kelib turib, material bilan davom ettirilgan. Mayli bu bar qo'yasizmi yoki o'zini oddiy bari bo'ladimi, ochib yopganingizda g'ircha lavasabizga tegmasligi uchun. Ikkinchisi, bunda ishlatilgan koja detallari kir bo'lishi mumkin bo'lgan hamma qismlarida ishlatilgani uchun sizga tozalashda oson bo'lish qulayligini beradi. Undan tashqari, Koreya matosi deb yuqorida aytib o'tdim, ko'pchilikni yoz kunlarida katta muammosi hisoblangan mato qizarib ketishi xavfi bunda batamom yo'q qilingan. Ya'ni 1 yil kafolat beriladi. Matoni choklar orasi ochilib ketmasligidan tashqari qizarib bunga shikast yetmasligiga. Uchinchisi bu Bearing chexoli Tracker 2, Malibu 2, Gentra hamda Cobalt mashinalari uchun maxsus nalichida sotuvda bor. Sonlari cheklangan. Narxini bilish uchun o'sha mashinaning modeli va plyus belgisini qoldirsanglar biz sizlarga tashib beramiz. Tanlovda adashib qolmaslik uchun Magnatoga murojaat qilaveringlar. Narxi ham sizlar uchun hamyonbop qilib qo'yilgan. Magnato har bir detalda eksklyuzivlik.